Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube sho'lari, Chinoz kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislari, bugun 2025-yil 23-mart haftaning yakshanba kuni Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz mol bozoriga keldik. Ona bosiga yaqin video obzor qilamiz. Ekran uzoqlashmasdan layklarni bosib, o'zingizga kommentar qoldirsa boshladik. Bitta xonadonning zo'r. Hormaylar, assalomu alaykum. Hurmatli akalar, ona bola olaman degan akalarimizga ona bolani udorlari kelib. Bolasi urg'ochi. Yosh narsa, birinchi bolasi 6 litr suti bor. Birinchi bolaga xudo xohlasa ranglari ola, ro'zg'or bor, uyim-joy sigirlar. Mana ko'ringlar. Gap buni 6 yilini tepmaydimi? Jo'ra mana yillari. Bola necha oylik, necha kunlik? 41 kun, 1,5 oylik atrofida. Birinchi bolasiga 6 ta sut beramiz. Narxi qanaqa bor do'stim? 18 so'rayapmiz. Kami bor. Siyla berasiz tog'asi. Yallamani mol. Chinozni mol. Chinoz tumani o'zimiz mesli mol. Yebichga javob berishaveradi. Mana bolalar mashg'ul xizmatida. Bozor qancha qilsir bo'lmasa? 16,5 beradi. Bermay tursiz. Ozgina qolsa ketar ekan-a? Ozgina qoldi. Hurmatli akalar, ona bola olaman deganlarni ko'ringlar, aylanib, ko'rib, tekshirib olsanglar bo'ladi. Mana shu bolalar mana. Yil xizmati har kuni. Do'stim, charchamang, sog' bo'ling, savdoyingiz bersa, kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum hormaylar, hurmatli aka. Sigir olaman degan akalarimizga sigiri zo'rlari keldi. Bolasi nima do'stim bu? Xunajim bolasi. Ona bola sigir, bolasi 4 kunlik. Mana bolasi xunojin 4 kunlik. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasiga rangi olasiga. Yeb ishlariga javob. Tanajoni sog'. Sherzodbek mana. Mana shu bolaning yaxshi mollari bor, xudo xolasa. Sog'ib ham ko'ramiz. Aylantirib ko'rsang molingizni, voy joni chiqmadi. Ko'ringlar. Sigirimiz zo'r. Uyim-joyimning sigirlar mana shu yerda. 4 burcha orqalari mana. Gap boshi emas. Qiziqqanlar uchun ona bosiga olaman deganlarga ko'ringlar. Livoyda sog'ib, tekshirib, yurgizib olaversin-a, muammo bo'lmaydi undan. Qancha ustiga ertaga qo'g'izi bor hali. 10 taga olaversinmi? 10 taga ushlayapti, mana xudo xolasa, rangi ola, bo'ylari 1.20-1.25 atrofida. Mana yerni bitta olaylik, tepmay suzmaydi. Ishlasa qiladi. Yeb ichadi, suti beraveradi. Narxi qanaqa bo'lyapti bu? 25 ming. 23,5 qilishdi. 25 ming so'rayapsiz, 23,5 ga bermadinglar. Ozgina qolib turaylar-da. Sigirimizning narxi 25 million mana. 23,5 ga berishmadi. Kelishtirgan joylari bor, 20 o'tib berishadi. Mana. Qiziqqanlarga kelaverasizlar. Yana bormi bitta shumi? Umi. Savdolarni bersin, charchamanglar, kuninglar xayr, sog' bo'ling do'stim. Hormaylar, assalomu alaykum. Ona bola sigir keldi. Bu ham yosh narsa ekan-da. Bolasi Urg'ochi bo'ladi. urg'ochi. Necha kunlik bo'ldi? 1 hafta. 1 hafta, xudo xohlasa. Nechinchi bolasi demoqchiman, lekin birinchi bolasi. Ko'rinib turibdi. Yosh narsa, ranglari ola qayerdan oldi? Yangiyo'ldan keldi. Yeb ishlariga javob berasiz. Hurmatli akalar, ona bola olaman deganlarga mana. Sigirning umumiy ko'rinishlari, bo'ylari o'rta, 1.15 bora, 1.20, 1.15 atrofida. Ertagacha bolasidan tashqari qancha sutga? 5 litr yilni ko'rib, sasoylari zo'r. Hamma sasoy ishlaydimi? Hammasi. Narxi qanaqa do'stim? 19 so'rayapmiz, 16 qilyapmiz. 19 so'rayapsiz, 16 ga bermadingiz. Ozgina qolsa ketadimi? Ketadi. Qiziqqanlar uchun ona bola olmagan Chinozga kelsanglar, mana ko'rib, o'zimiz jaydar emas aka bu. Mana ko'rib tekshirsangiz bo'ladi. Zo'rlari kelgan. Orqalari mana. Uyim-joy sigirlar Chinozda faqat. Do'stim, charchamang, sog' bo'ling, savdoyingiz kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum hormaylar. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar, sigirimizni o'zimizni mesli sigir. Mesli jaydar sigiri. Ikkinchi qori. Ikkinchi qorin bolasi nima? Bola novosa xudo xolasa. Necha kunlik bo'ldi? 6-7 litr suti bor. 6-7 suti bor. Yuvvosh. Bola novoscha. Novvocha. Necha kunlik bo'ldi? 10 kun bo'ldi. 10 kun atrofida. Ikkinchi bolasi bo'lsa, 12 bola. Mana tushini ko'ringlarga. Mana yerini ham bitta ko'rsataylik. Mana. Jonivor mana. 6-7 suti bor deyapti. Orqalarini ko'rsataylik mana. Sigirimiz umumiy orqalardan ko'rinishlari, yeridan ko'ringlar mana. Yeb ichishga javob berasiz. Yeb ishlarga javob berasiz. Tanajoni suv. Sog'lig'iga javob ber. Tepmaydi, suzmaydi. Yo'q. Suti berasiz, o'tni berasiz, yem berasiz, suti beraveradi. Mana shu sigirimiz narxi qancha bo'ladi? Endi 20 so'rayapmiz. 20 million so'rayapsiz. Kami bor. Siyla ham berasiz. Siyla berasiz, xudo xolasa. Olaman yopishganga siyla berasiz. Bozor qancha qildi sir bo'lmasa? 117 qildi. 100 ham 17, 16 million 900. Bermadingiz. 17 bo'lsa ketadimi? Endi ko'ramiz. Bozor. 13 million bo'ldi. Hurmatli akalar,
Hurmatli qiziqqanlarga ona bo'la olaman degan Chinoda kelinglar. Yoshlar adasinglar deydi. Ismingiz kim? Ismingiz? Shohxo'ja. Burxonxo'ja akamizni qumollarini ko'ringlar. Yurgizib tekshirib olsa bo'ladi, muammo bo'lmaydi. Sog'ib, ha? Ha, bemalol. Gap yo'q. Aka charchamay sog' bo'ling, kuningiz xayr bo'lsin, bozoringiz bersin. Hop. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ona bola olib keldingiz. Xudo xohlasa mana ona bola keldi. Qanday kayfiyatlaringiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Ona bola bolasi nima ekan? Bolasi urg'achchi. Urg'ochi. Necha kunlik bo'ldi? Bolasi 1 oylik bo'lib qoldi. 1 oylik atrofida. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bola. Birinchi bolasimi? Mana. Sigirimizni ola, qayerda moli? Chinosga. Chinozni mesli moli. Yeb ishlari Yaxshi. javob berasiz. Tana joni sog'. Tanajoni Tepmaydi, suzmaydi. Yo'q, tepmaydi. Bo'yi 1.20 mi? 1.15, 1.20 chiqadi bu ham. 1.20. Mana. Erta kech bolasidan tashqari qancha sutga beramiz? Soqqan paytim hali bir kun o'zini nima qildim-da, ertasi Tekshirish uchun. 10 bitta suti bor a? 8 ta olaversin a? 10 bitta deb 10 ta ham 8 ta olaversin. Mana sigir uni ko'rsam olib qo'yaylik. Molni sut og'zida yaxshi yesa yaxshi ko'payadi suti. Shunaqa demoqchisiz. Bo'ylari o'rtacha, ro'zg'orbob, rangi ola. 7-8 ta deyapti, bola urg'ochi. Tog'a bunga qancha so'rayapsiz ham narxini olsa? Narx qancha? Amerikada chiqasan aytib qo'y. Amerikada hamma 25 so'rayapti. 25 million so'rayapsiz, kami bor, to'g'rimi? 25 million so'rashyapti, kami bor. Bozor qancha qildi? erkak. Shunchaga qarab, puliga qarab qilaveradi. Bo'ldi. Demak, sigir yoqqan bo'lsa, ko'rishinglar mumkin. Ko'rib tekshirib olsa bo'ladi, tog'a, buni bemalol. Sog'ib tekshirib olsa bo'lar ekan. Mana, yosh narsa. Tog'a charchamay, savdingizni bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, vormaylarsiz. Ona bola sotib oladi. Bolasi yirik ekanda, buqachami? Buqacha ekan. Necha oylik ekan bolasi? 8 oylik buqacha. Nechinchi bolasi ekan? Ikkinchi bolasi. Qochganmi? Onasi qochmagan hali. Qayerda mol aka? Qo'rg'onchidan olib keldinglar. Mana ona bola, bolasi buqacha. Ko'ringlar. Bolasi chiroyli ekan. Mana. Yeb ishlari yaxshimi aka? Tana joni sog'mi? Yeb ichib sut beraveradimi? Qancha sut bor ona bolaning hozir? 5 ta oldi. Hozir 5-6 suti bor, ha? Yildan to'laylik. Bolasidan yemadimi hozir? Bolasi yemadimi? Qalay yemadi? Qalay yemar ekan, 5-6 suti ham bor. Yeb ishlari zo'r. Tepmaydi, suzmaydi. Aka bunga qancha so'raysiz? 35. 35 so'raysiz. Kami bor. Kami bor. Sut ketyapti ekan. 35 ming so'rashyapti, kami bor, ona bola. Bola buqacha. Bozor qancha qildi aka buni? 27 ga bermadingiz-a? Hozir 27 ga to'xtadi. Ozgina qo'ysa ketadi deng. Gap yo'q. Ko'ringlar sigirimizni. Bolani ovoz 8 oylik deyapti, zo'r ekan bolasi. Aka charchamaylar, savdolarni bersa, kuringlar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shep o'zlari mana. Ona bola olib keldingiz, bolasi buqacha. Ana, buqacha xudo xohlasa. Necha kunlik bu? 1 oylik buqacha xudo xohlasa ana. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasiga sigirimizni qora. Qayerda mol aka? Tog'liqni mol. 30 yillik mana shu nozni 30 yillik joydan tog'liq. Yeb ishlar yaxshimi? Haqiqiy jaydari mol ekan aka. O'zimizni mesli jaydari mollar olaman deganlarga bola buqacha. Mana. Sal o'tda qiynalgan ekan-a? O't berib, yaxshi qarasa o'zgaradi xudo xolasa molimiz mana. Qancha suti bor buni? 4 litr sut beradi. Boladan tashqari. Bolasi ham bildami? Mayli. Aka narxi qanaqa bo'l narxi? Qildimi so'rayapsizmi? 13 ga bermadingiz. O'z so'rayotgan narxingiz 14 so'rayapsiz. Molimiz narxi 14 so'ralyapti. Kami bor. 13 ga bermadilar. Ozgina qo'ysa ketar ekanda, 13 ustiga chiqsa 13 ga 100 qo'ysa ketadimi? Kelishda berishadigan joyi bor. Hurmatli aka, ona bola olaman deganlar, bola buqacha, mana sigirimiz ko'rinishi. Xudo xolasa olamanga niyat bo'lsa bo'ldi, kesin savdo qilaveramiz. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi do'stim? Sotaverasizmi? Bo'ldi. Charchamay, savdongizni bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamang shep.
Mana bu kichkina sigirim sotildi. Ash kichkina ekan-a? Kim oldi aka buni? 10 million 300. Gap yo'q. 10 million 300 mingga Chinozda mol sotildi mana. 10 million 300. Malades. Bola nima ekan aka? Bola urg'ochi, kichkinagina ro'zg'orvoz sigir sotildi mana nihoyat. 10 million 300 bo'ldi. Gap bo'lsa mana. 10 million 300 ga ona bola ketdi. Barakasini bersin. Qancha sutga berildi aka? Va yem beradi. Hurmatli akalar, shvet sigir olaman deganlarga yirik shvet Chinoz mol bozori yetib keldi mana ko'ringlar. Aka bu bolasi qani? Bolasi yo'qmi? Yakka bu hozir qisirmi? Noma'lummi? Qayeri mol aka? Soldatskiy. Yeb ishlari zo'r. Bo'yi qancha? 1.40-1.50 chiqadimi? Hoy. Ana 1.80 aka. 1.80 qatta u? Bo'ylar 1.50 atrofida, 1.45, 1.50 atrofida. Noma'lum qochmagan. 64 217 raqamli shvetsiga sotiladi. Suti bormi yo'qmi? Bor ekan. Qancha suti bor? 5 ta suti bor ekan. Hozir 5-6 litr suti bor, mana. Yelini bitta olaylik. Qiziqqanlar uchun. O'tdi yeydi, yemaydi, suti beraveradi. Shvet sigir olaman deganlarga shvet sigiri keldi. Narxi qanaqa bo'ldi? 23 million so'm kami bor. Bozor qancha qildi? 20 bo'ldi, atrofida to'xtadi. Mana sigirni ko'ringlar. Yirik sigir ekan-a, gap yo'q. Do'stim charchamanglar, savdolarni bersa kuringlar qayli o'zim. Assalomu alaykum hormaylar aka. Yaxshimisiz? Kayfiyat yaxshimi? Ona bola olib keldinglar mana. Bu shvet rangmi deymi aka? Bolasi buqa ekan-a? Buqacha, to'g'rirog'i. Necha oylik? Dekabrning o'rtalarida tug'ilgan. Yo'q, bilan 3,5 oylik atrofida. 2,5 oylik. Yeb ishlari tanajoni sog'. Sut yemadi hozir. Nechinchi bolasi bu? 5-6 bola. 5-6 bolasiga sigirimizni ko'rinishlar mana. Qayerdan keldinglar aka? Chinozning mesli moli. Yeb ichish yaxshimi? Tanajoni sog'mi aka? Tepmaydi, suzmaydi. Erta kech bolasidan tashqari qancha sutga beramiz? 10 ta suti bor hozirgi kunda. Oho, janom, mana yeridan bitta olaylik. Yerini ko'ryapsiz mana, yerini ko'ring. Shuni o'tib olib ber aka. Orqadan ko'rinishlari mana sigirimizni. Bo'ylari 1.20 bor-a? 1.20 atrofida mana. Sigiri ko'rinishlar. Yeb ichadi, suti beraveradi, xudo xolasa. To'g'rimi aka? Aka bunga qancha narx so'rayapsizlar? 20 so'rayapmiz. Kami bor. Siylab berasiz, xudo olaman degan yopishganga. Oladigan astoydil yopishsa, kelishtirgan joylari bor. 20 so'rashyapti, kami bor. Sotamiz. Aka bozor narx qildimi? Sir bo'lmasa aka. 17 ga to'xtadi. 17 million qilishdi, berishmadi. Bola buqacha 10 litr sut olaverasizlar erta kech. Yangi tuqqan paytda 15 dan bergan ekan. Tishlarni ko'rdingizmi aka? Yaxshimi tishi? Ye. Do'g'az yana bir ikkita o'sha tug'adim bemalol. Ha, ikkita bo'ladi. Bu bola biz o'zbek tug'ib aka bu bemalol. Aka charchamaylar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsa, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hormaylar. Ona bola sotib bolasi nima do'stim buni? 16 necha kunlik bo'ldi? 5 kunlik 16-chi xudo xolasa. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasiga ona bolasi sigir mana. Sigir chiroyli, ranglari chiroyli. Qayerdan keldinglar? Rushki Chinoz. O'zimizda Chinoz tumani, ha? Mesli mol. Mana. Quloq nomerimi 1500 nomeri ham bormi? Gap yo'q. Firmin nomerlari ham bor ekan. Mana sigirni ko'ringlar, tuzodon qo'yaylik. Sigirimizni uzoqdan ko'rishlari mana. Ranglari ola, bo'ylari 1.20, 1.25 atrofi plus minus. Yeb ishlariga javob berasizmi? Yeb ishi javob. Qani joni sog', tepmaydi, suzmaydi. O'tni yeb, yeb suti beraveradi. Ertaga qancha suti bor bolasi tashqari? 7 ta. 6-7 ta javob. 6 ta deymiz aka. 7 ta, 6 ta deymiz. Xudo xohlasa baholi qudrat yaxshi boqsa undan ham ko'payishi mumkin. Lekin ranglari chiroyli, eti ham yaxshi ekan. Bu molimizga qancha so'rayapsiz aka? 20 so'rayapsiz, kami bor. Astoydil yopishadigan niyat bo'lsa, kelgan joylari bor. Bozor qancha qildi? 17. 17. Ha, 17 millionga bermaysiz.
Ozgina qolib turinglar-da. Biroz bor, qiziqqanlar. Olaman akalarimiz asosida kelsa, xudo xolisa kelishib berishga joylar bor. Nomeri ham bor ekan, quloq. 15:00. Qiziqqanlar uchun dehqonchilikmi bu? Sotirchilikmi? Bo'ldi. Aka charchamay, savdoyingiz bersa, kuningiz xayr bo'lsin. Charchamaylar. Sigirimiz sotildi, mana qora sigir, bolasi nima ekan buni? Bunajin ekan. Bunajin, xudo xolisa. Dolan sotinglarmi? Mana. 22 million bo'ldimi? 27 million. 27 million bo'libdi. Ko'ringlar mana 27 millionga bola sigir ketdi. Bola bu qacha? Bunajin. Qancha sutga davron? Davron deyla qolib ket. Gapi 27 millionga baraka bo'ldi. Qancha sut? 15 ta sut. Ochig'ini aytaman sizga. Yo'q, endi misol deyapman. Ichi o'tmagan. Yemishi. Mana baraka topamiz sigirda aka. Iloyim, baraka bo'ldi, gapi mana. Ko'ringlar mana, ona bola sigir 27 millionga xudo xolasa ketdi. Shep oldilar, siz oldingiz-a? Siz moldan, sotkodan puldan baraka topsiz iloyim. Ketdi mana. Hayda, xo'sh, Qancha bo'ldi? 20. Hormaylar, assalomu alaykum. Ona bola olib keldinglar. Bolasi? Erkak Novosha 10 kunlik. Ikkinchi qoringa buqacha xudo xolasa. Qayeri moli? Bajjiyan o'ziniki mana. Ko'ringlar. Qizatyapman mana. Chinoz tumani qizatyapman. Yemishlarga javob. Anajoni sog'. O'tni yeb, suti beraveradi, variladi. Qancha suti bor? Ertaga. Hozir yana yeb zo'r esa, xudo xolasa ko'payish ehtimoli bor. Mana molni suti og'zida mana yeridan ko'ringlar. 8 ta suti bor, hammasi so'rashlaydi. Mana yeridan bitta olib qo'yaylik. Suv kam bor. Voy gapi mana. Lekin hozir ro'zg'or bo'lib kerak ekan. Uyim joyga sigirlar mana shu yerda. Yoshlar. Jaydari mesni. Bunga qancha so'raysiz do'stim? 20 million so'raysiz, kami bor. Siyla berasiz, to'g'rimi? Bozor qancha qiladi? 17 qilyapmiz. 17 qilyapmiz. 17 ga bermadingiz. Hurmatli akalar, hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar. Sigir olaman deganlarga adashmishda kelib, sog'ib tekshirsa bo'ladi, to'g'rimi? Bemalol ko'rib tekshirsangiz bo'ladi. Ismingiz kim? Faxriddin. Faxriddin nima oldi mana? Faxriddin? Swingmeni, bash tog'am sigirni bor, o'zini ham. Qiziqqanlar uchun telefon raqam qoldiramiz. Ayting. 93lik. 93lik. 593 593 0211. 0211 aloqa chiqadi. Sigir haqiqatan chiroyli ku mana, ko'rinishlari chiroyli, yosh narsa, bola buqacha. 10 litr olaveradi, 8 ta. 8 ta olaveradi. 8 taga birinchi qorinda bergan. Ikkinchisiga 10 litr. Beradi 10 litr. Yaxshi boqildi, lekin ko'rinib turibdi, yomon mol emas. Yosh narsa. Abort kirsa beradi. Do'stim charchamaylar, savdolarni bersa, kuninglar xayr bo'lsin. Sog' bo'ling. Hurmatli akalar, mana Angus G'unojin sotildi. Bo'g'ozdan necha oylik bo'g'oz? 7 oydan o'tdi. 7 oydan o'tgan bo'g'oz Angus. Chatcha bu ham Angus, shu oylik davom etadi mana. Bo'ldi, ko'ryapman. Qancha bo'ldi tog'a narxi? 21,5. Baraka bo'ldi. 21,5 millionga baraka bo'ldi. Sotaman 22,5. Obor boqing, tug'diring, maza qiling, davomini ol. Lekin zo'r ekan. Endi olamisan 22,5. Mayli. Qancha sotsalar ham, olsalar ham barakasi bersin. Angus G'unojini xudo xolasa boqib maza qiling. Baraka toping iloyim. Ko'rinishi chiroyli. Bo'yi qancha? 1.15, 1.20 chiqadi? Mana. Xudo xolasa, birinchisiga 6 oylik bo'g'azsizmi? 7 oylik bo'g'az. 7 oydan o'tgan. Bo'ldi. Tog'ani o'zlari. Tog'a charchamay, sog' bo'ling, savdoyingiz bersin. Charchamaylar, baraka toping moldan. Men YouTube'da ko'rsam, qisqacha sizga olib kelib ko'rsataman. Ketdi mana. Davronboy hormaylar, charchamaslar, ona bola olib kelinglar, xudo xolasa. Bolasi mana bu. Bolasi buqacha. Bola buqacha. Gapi, o'zimiz Jumaboy bo'libdi-da. Mana. Ko'ringlar. Ha? Oling. Haqiqiy egasi kim aka? Aka, haqiqiy egasini so'rayapti. Siz malades. Demak, sigirim sotiladi, ona bola. Qancha sutga? 10 ta sut. Ranglari oq, ha? Oq ko'proq. 10 ta sutga 3-qoringa va yerini bitta ko'rsataylik. Yerinlarni ko'ringlar mana. Yeb ichga javob. Tanijoni sog'. Bola novoz. 10 tasiga olaverasizlar. Narximiz qanaqa bo'ladi narxi? 28 million kami bor. 28 million kami bor. Bozor qancha qildi? Tayinli Savdo bo'lma. Endi keldinglar. 20 qildimi? Vaqt kelib qopti o'zim uchamizga. Ozgina qoldi. Xudo bersa ozgina. Ko'ringlar, ona bola olaman akalarimizga bola novoz mana tekshirib olsa bo'ladi bemalol. Sog'ib tekshirib olsa bo'ladi. Xudoim ukamiz o'zi har doim mana shu yaxshi mol olib sotadi. Do'stim charchamaylar, savdolarni biz kuninglar xayrli, sog' bo'linglar.
Jiyan xorma. Olib keldingmi molni? Oh, adang qani? Qayda? Ko'rsatib yurgis. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oydan oshgan bo'g'oz birinchisigami? 8 oydan oshgan bo'g'onojin birinchisiga xudo xolasa ana orqalari kelib qopti o'sha. Ha, 15 kunda tug'adi. 15 kun tug'adigan mana. Ey gap. Yetib ekanda. Yebishi yaxshimi? Qancha so'raysan bunga? 25 lira. Voh, 25, молодец. 25 so'rashyapti, kami bor-a? Bozor qancha qildi? 17. 17 ga bermadinglar. Mana o'g'onojin yetuk, xudo xolasa 15 kun tug'adigan. Ranglari ola, chiroyli o'g'onojin ekan-a. Qayeri moli? Yallama, молодец. Charchamaylar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli o'tsin, sog' bo'linglar. O'zing sotirasanmi? Mana shu jiyan o'zidan har doim el xizmatida. Charchama uka. Assalomu alaykum. Mana bu yoqda ham bo'g'oz sigiri bu, ha? Bo'g'oz necha oylik bo'g'oz aka? 6? 7 oylik. Xudo xohlasa 7 oylik bo'g'oz sigir. Qo'shsa orqaga turibdi mana. Ranglari qora ola. Qayeri moli? O'zimizni Chinozni mesli moli. Yeb ishlariga javob berasiz. 7 oylik ana, tekshirib olsang olasiz. Bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Sigirimizni bo'ylari mana, etlari ham, o'zi ham zo'r. Hozir suti ham bormi? Молодец. Ham hozir suti bor ekan mana. Yerini ham ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa 5-6 suti ham bor. Sigir sotiladi. Narxi qanaqa bo'lyapti buni? 23 million kami bor. Siylab bergan joylari bor-a? Mana 23 million kami bor. Ko'rinishlar, umumiy ko'rinishlari. Bozor qancha qildi do'stim? 19 ga bermadingiz. 19 ga berishmadi, 5-6 suti bor, 7 oylik bo'g'oz sigir. Nechinchisi dedingiz? 3-chi qonidagi. Bolasi bebola bo'g'oz sigir ekan, 6 oylik deyapti. 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz. Do'stim charchamang, sog' bo'ling, savdoingiz bersin, kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hormang. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ulug'ay ham kunlar charchamayapsiz. Bo'g'oz sigir olib keldi. Necha oylik bo'g'oz? 6 oylik bo'g'oz. Qo'li keladimi? Ha, keladi. Nechinchisiga? 4-chi qoringa 6 oylik bo'g'oz sigir sotiladi. Rangi qizil ola. Qayeri mol aka bu? Qo'yjurchi gul. Toshkent viloyati Qo'yjurchi gul qishlog'i, ha? Yebishiga javob berasiz. Javob mana. Bo'g'ozliga ham javob. Tekshirib ko'rilgani bemalol. Bunga qancha so'raysiz tog'a endi? 19 million kami bor. Mana oldindan bitta ko'rsataylik tog'a mana. Ko'rinishlari, bo'ylari 1.25, 1.30 chiqib qoladi. Bo'g'oz sigir olaman deganlarga 19 kami bor. Bozor qancha qildi? 15 ga bermadingiz. 15 ustiga ketadimi? Ozgina qo'sa ketadi degan sigir 6 oylik bo'g'ozani ko'rib tekshirib olsanglar. Bu qanchalikmi bu? Tirikchilikmi? Mayli. Charchamang, savdoingiz bersin. Kuningiz xayrli o'tsin. Sog' bo'ling aka.